Demek boshqa chora yo'q. Apollon guruhi sizlarni jang o'yiniga chaqiradilar. Ura, jang bo'ladi. Apollon guruhi shafqatsiz. Men buni ko'rmoqchiman. Agarda biz g'alaba qozonsak, men seni o'g'lingni, Bil Kranelni olaman. Nima bo'ldi, Hestiya? Bu shirinlikni doim yashirib yura olmaysan-ku. Demak, hammasini boshdan rejalashtirgan ekansan-da. Qanday qo'pol gaplar. Lekin avval osmonda bir-birimizga juda mehribon edik. Menga bunaqa gaplarni aytishni bas qil. Avvalam hech qachon yaqin bo'lmaganmiz. Nima bo'lsa ham, bu vaqtni behuda sarflashdi. Urush o'yiniga qo'shilish uchun bizda sabab yo'q. Hali afsuslanasan. Hozir bas qil. Ketdik, Bil. Aha. Telegramdagi animate.tv taqdim etadi. Qizlar bilan zindonda uchrashish yomonmi yoki balki seni zindonda uchrataman? 手を伸ばす届かなくたってそう進むべき未来にやっと気づけた気がしたこれ以上自分に嘘はつかないもうその夢は一人じゃないさ今扉を開けてたとえ見えなかったつながって一つこの胸にさ挑もう夢にハロー叫ぼう何度でも思い馳せる場所があるどんな世界でもいいさ突き進め悲しみを傷も抱きしめて弱さを知り強くなってゆく仲間がいる共に行こうハロー Say hello to dream Ikkinchi qism Apollon. Urush o'yini, guruhlar orasidagi duel, to'g'rimi? Ha. Oldindan qoidalarni kelishib olamiz va keyin urushga kirishamiz. G'olib yutqazganning hamma narsasini olishi mumkin. Odam, pul va shuningdek, xohlagan narsasini ham. Apollon meni guruhimda sizdan boshqa hech kim yo'qligini biladi. O'shaning uchun shunaqa qilyapti. Bugun men Ulf va Lili bilan zindonga boraman va keyin darhol qaytib kelaman. Mayli, bugun menim ishdan ertaroq qaytaman. Kechqurun birga dam olamiz. Bu erta tongdan shoqqa nima bo'ldi, ne? Bu axir menimcha bu urush bo'lsa kerak. Guruhlar urushimi? Shunaqa bo'lsa kerak, ne? Balki bu asosiy bola bilan bog'liqdir, a? Hozirroq jim bo'l, anya. Yaxshimisiz, Kami xonim? Apollon ogohlantirmasdan uyimizga hujum qildi. Bu nima degani? Apollon guruhi bizga hujumni e'lon qildi. Jennerson, ular bizani sevgi uyimizni vayron qilishdi. Ular shatda, Bil. Ular bu tutun ichida qochib ketdimi? Hatto shaharda bo'lsak ham hujum qilishyapti. Bil, hozirroq gildiyaga borishimiz kerak. U yerda biz xavfsiz bo'lamiz. Xo'p. Nima? Oldinga borishimiz kerak. Mana mahkam ushlang. Kami xonim.
taslim bo'lganing yaxshiroq. Janob Apollonga kim qiziq bo'lsa, unga doim erishadi. Men va Kassandra bilan shunday bo'lgan. Shahardan shaharga, mamlakatdan mamlakatga o'zi ta'qib qilardi. Bizni hamma joyda kuzatardi. Bel, Fiona. Taslim bo'l. Bizga qo'shiladigan odamni xafa qilishni istamayman. Qilolmayman. Ha, kutganimizdek. Unda majburlaymiz. Olovli chaqmoq. U juda tez yugurar ekan. Bu vaqtni behuda sarflash, tezroq taslim bo'lgani yaxshi. Dafnichan. Menimcha, uni jahlini chiqarmaganimiz yaxshiroq deb o'ylayman. Nima? Yana basharoqli tush ko'rdingmi? Ha. Yarador quyon oy ustidan sakraydi va quyoshni yutib yuboradi. Agar davom etsak, hamma narsa yomon tugashi ham mumkin. Hoy, ahmoq bo'lishni bas qil. Ularga yetib olishimiz kerak. Nega menga ishonmayapsan? Juda kech qolib ketdi. Ha. Janob Pil bunchalik kech qolmas edi. Men negadir yomon narsani his qilyapman. Hoy, eshitdinglarmi? Apollon guruhi shaharning o'rtasida urush qo'zg'atdi. Hestiya xonimni guruhiga qarshi. Eshitishimcha, kichkina havaskani o'rab olishib, unga hujum qilishyapti ekan. Bu bolaga hujum qilishyaptimi? Ha, Apollon guruhi Argonautikani butun shahar bo'ylab quvib yuribdi. Butun shahar g'alayonda. Mana noto'g'ri tushunma, Ays. Bu holat uni avval qutqarib qolganingdan farq qiladi. Hestiya guruhiga yordam berayotgandek taassurot qoldirmasligimiz kerak. Yaxshi. Kechirasan, Bil. Men tufayli sekin harakat qilyapsan. Kami xonim, sizni aybingiz yo'q. Bu Bilga axir Hayakito. Shu darajagacha yetganingda hayratda qoldim, Bil Kraniel. Xursand bo'l. Men sen bilan shaxsan jang qilyapman. Biz ularni darhol to'xtatishimiz kerak. Hozir Apollon guruhiga xabar yuboringlar. Ularning jangi vaqtida shaharga katta zarar yetadi. Foydasi yo'q. Ular har qanday qonunbuzarlikni to'lashga tayyor ekan. Biroq hozirda Hestiya xonimning guruhi jang ostida qolib ketdi-ku. Tushunsanchi, bizlarning ham imkoniyatimiz ancha chegaralangan. Janob Apollonni nazarga tushganingdan juda ham nafratlanaman. Lekin bu xo'jayinimning xohishi. Sana ulug'vor guruhga qo'shilishga ruxsat beraman. Sekin. Quyon qichqirmasligi kerak.
tushingdamisan? Qanday xunuk yuz. Janob Apollonning nazariga o'zi qanday qilib tushib qolding-a? Men unga tanamni va ruhimni taklif qildim va men uni tushunadigan yagona insonman. Keyinroq yana tuzalib olasan. Qo'lingni yoki oyog'ini kesib tashlasam hech narsa qilmaydi. To'xta! Yuqori darajadagi sarguzashtchilarni yomon ko'raman. Bil, yugur. Mergan. Bu muhim emas. Baribir ham ular qocholmaydi. Bil, yaxshimisiz? Yura olasizmi? Kechirasiz, Kamixona. Bu kechdi. Sizlar yaxshi vaqt o'tkazayotganga o'xshaysizlar. Biz ham qo'shilsak bo'ladimi? Nima? Sizlar Apollon guruhiga qarshi chiqmoqchimisizlar? Ittifoqchilarimizni qiyin vaziyatda tashlab ketmaymiz. Qani kelinglar. Janob Bil, yaxshimisan Bil? Bil, Lili, Miyaxa, bu yerda nima qilyapsiz? Ular muammoni eshitdi. Takamiza ko'chini oldiga yugurishdi. Vaqtida kelganimdan xursandman. Miyaxa, ajoyib odamsiz. Kattakon rahmat. Janob Bil, biza qochishimiz kerak. Buni ularga qoldiramiz. Qo'y bu yoqqa, ularni topdi. Vaqtimiz qolmadi. Ketdik. Beldano. Barchangizga rahmat. Bil, keldigacha hali uzoq. Biz shimolga boramiz. Ha! Buni bizga qoldir. Janob Bil, gildiyaga borishingiz kerak. Biz ularni hal qilib keyin qaytamiz. Lekin qani yugur. Sizlarga ishonamiz. Biz ketdik. Kichkina Lili, yordam ber. Yaxshi. Umid qilamanki, Janob Bil siz ham ularni hal qila olasiz. Ha, bu aniq. Chunki avvalgidan kuchliroqman. E'tiborli bo'l, Lili. Buni o'rgatma. Ular mendan qochib ketolmaydi. Nihoyat topilding, Ardi. Janob Hanis, yaxshiligingdan xursandman. Ular menga seni o'lganingda aytishgan edi. Kichkina Lili, nima qilyapsan? Menga yordam ber. Kichkina Lili. Janob Bil, men Soma guruhiga qaytaman. Janob Bilga ayt, men unga boshqa muammo keltirmayman. Nimalar deyapsan? Voy, kichkina Lili, qatga ketmasdan, voy! La'nati, nima bo'ldi unga? Bu Bilga axir la'nat u qatga ketdi. Hozir topinglar. Ahvoling yaxshimi, Bil? Ha, yaxshiman.
Gildiya hali ham uzoqda. Ta'qibchilarim ko'p. Mani eshitmaysanmi, Bill Craniel? Qayerda bo'lishingdan qat'iy nazar, biz seni ta'qib qilishda davom etamiz. Bu safar seni sog'-salomat qoldirishimiz shart emas. Bu yerda ham, hatto zindonda ham seni hech qachon seni ta'qib qilishdan charchamaymiz, bilib qo'y. Ta'qib qilishdan? Bill, meni eshit. Biz hozirda qiyin vaziyatdamiz. Bizda ikkita yo'l bor. G'alaba qozona olmaydigan jangga kirishish yoki Auroriyani tark etish. Menga farqi yo'q, har qanday joyda sen bilan birga yashasam bo'ldi. Ular charchamagunicha men sen bilan oxirigacha bo'lishga tayyorman. Siz bilanmi, Kami xonim? Bill, sen meni sevasanmi? Bu juda ham muhim. Agar meni sevsangiz, men qaror qabul qilishim mumkin. Men sizning gaplaringizga ishonsam, imkonsiz narsani ham qila olaman. Hammaga qarshi kurasha olaman. Sen juda ham yaxshisan, Bill. Va juda ham seni yaxshi ko'raman. Men sen bilan abadiy bo'lishni xohlayman. Sendan ajrashishni xohlamayman. Kami xonim. Bill, men haqimda nima deb o'ylaysan? Sizni juda ham hurmat qilaman. Buni nazarda tutmadim. Ular bu yerda, tunnelda. Bo'tib qochdi, Kami xonim. La'nat, hal qiluvchi pallada xalaq berishdi. Bu uchun javob beradilar. Bill, janubiy g'arbga, shamolga emas, janubiy g'arbga. Ha, janubiy g'arb, to'g'rimi? Axir bu Apollon qarorgohi-ku. Apollon, shoddasan. Tezroq darvozalarni och. Salom, Hestiya. Qanday shamol esib o'tga kelib qolding-a? Barom, menga qo'lqabingni ber. Ha. Juda ham yaxshi. Men seni urush o'yining taklifingni qabul qilaman. Ikki guruh o'yinga rozi. Janoblar, urush e'lon qilindi. Yaxshi. Buni albatta ittifoqqa aytishimiz kerak. Hozirroq dinat yig'ilishini o'tkazamiz. Hayajonlanib ketmayma. Qanday ajoyib. Qonunlar ikki jamoa o'rtasida adolatli bo'ladi. Tafsilotlarni keyinroq yuboraman. Bill, Hessiya xonim. Bill, yaxshimisan? Ha, lekin kichkina Lilini o'z guruhi olib ketdi. Lilini? To'xta. Bill, senga so'z beramiz, yordamchingni qaytaramiz. Ammo bitta narsa qilishing kerak. Men nima qilishim kerak? Iloji boricha urush o'yinini kechiktirishga harakat qilaman. Bu vaqtga qadar imkon qadar kuchli bo'lishing kerak. Bu bizning yutishimiz uchun yagona yo'limiz. Kuchli bo'l, Bill. Bugun bizga hujum qilganlardan ko'ra kuchliroq. Seni qo'lingdan keladi. Yo'q, faqat sen buni qila olasan.
Ha, Kami xonim. Iltimos, sizdan iltimos qilaman. Men unda so'raydigan narsalarim bor. Ays Valenshtayni ko'rishga ruxsat beringlar. Gaplaringni bas qil. Mishmishlarni eshitdik. Saningcha Ays Valenshtayni o'yinga qo'shish uyat emasmi? Men bunga kelmadim. Iltimos qo'yvaringlar. Bu nima shovqin? Tiyona-san. Hoziroq bu yerdan ket. Bu narsani biza qilmasligimizni yaxshi bilasan. Salom, Arkanota-kun. Aysan, Tiyona-san. Sen bu yerga kelganingni allaqachon bilardik. Biz hammasini eshitdik va Tiyona xuddi seni haydagandek ko'rsatdi. Va hammani olti sen bilan ko'risha olmagan bo'lardik. Kechirasizlar. Urush o'yini haqida eshitdim. Bizning guruhimiz bunga aralasha olmaydi. Lekin sizni ham yolg'iz qoldirmayman. Urushda g'alaba qozonishni xohlayman. Menga yordam bera olasizmi? Xo'sh, unda kelishdik. Men ham sizga yordam beraman va Apollon guruhini eziqlab tashlaymiz. Arkanota-kun. Kattakon rahmat. Tiyona-san. Aysan. Men hamma uchun kuchliroq bo'laman. Ularni yengish uchun. Ovoz berdi. Sado, tarjima va timing ham Sado. Keyingi qismda uchrashib qolguncha, xayr, o'zir bolalar. Bo'lib ovoz berdim, o'shanga g'alati bo'lib qolgan bo'lishi mumkin. Kechirasizlar, kechirasizlar. Cho'zilib ketgani uchun kechirasizlar. Ro'za yamida ovoz bersa sal qiyin bo'lyapti. Tushunasizlar degan umiddaman. Animedia.tv bilan qolinglar. Telegramdagi animedia.tv esinglardan chiqmasin, ha? Bo'pti, hammaga xayr, keyingi qismda ko'rishguncha. 奇跡の世でありふれてる夜が始まる僕らは手を叩いて声を合わせ笑いながら歌を歌おう胸に秘めた涙を忘れらすに溶かして出会えた人別れた夢かけねのない人生よ愛を求め歌うのさ簡単をしよう冒険の日々に次回コンバージョン